Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka görürüz, Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislağış 2025 yıl 1. ayının 27. günü. Haftaga düşenbe vatandaşım. Bugün sizlerge keçelep, şundak bir işel haberler tayarladım uyu. Lekin keşte kege vaxtıda bu. Vaziyet biraz özgürüp yana başka bir haber kep kaldı. Endi bu haber siz yoki biz işinmeymiz degan gapni shiltamaymiz endi dunyo shundoq ki vatandoshim. Evvel şunu anlatay. Hem bunu vaziyetden hem leksiyada bilen vatandoshim. Mesela bunun mavzusu nima desangiz mana bundaq. Odatga g'ayri bir ahvol. Xi Jinping Rossiya-Jungo munosabati to'g'risida g'alati bir uchor qo'yib berdi. Mavzuda xabar 1. ayning 27. kuni Buyuk Hirot orbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Jungoning bahor bayrami arifasida Jungo Kompartiya katiboshi Xi Jinping Shimoliy rayon harbiy rayon organlarini ko'zdan kechirdi. Hamda bütün armiyaning urushga tayyorlik qilishini ta'kidlab, har xil yuz bergan ahvollarga taqobil turish, davlat bexatarlik va jamiyat muqimligini kapolatga ega qilishini ta'kidladi. Bularni yodlab olgan so'zlar va harbiy amaldorlar va siyosiy amaldorlar, mulkiy amaldorlar va harbiy amaldorlar hammasi yodlab olgan so'z. Bundan boshqa qiladigan so'zim yo'q Jungo Kompartiyasiniki. Endi hozir mushu xabarda rost va yolg'on degan mushu ishga hukmni o'tirib qo'yishda avval bu kishi Shimoliy harbiy rayonni ko'zdan kechirdi desangiz, bu yerda o'ylanib qolmas. O'ylanib qolishdan boshqa hozir Rossiya Jungo o'tirisida g'alati bir ish yuz berish mumkinligini tilga olib, Rais Xi Jinping o'zi shunda bishorat berdi desangiz, bu bir niqobmi nima? Masalan, at aylaxonga yo'l sarixonga degandek Rossiya to'g'risida gap qilib qo'yib, mushu bahor bayramining oldi keynida degandek o'tganda biz tahlil qilib kelgandek, Jungoning sharqiy va shimoliy rayoni harbiy rayon Tayvanga munosabatlik. Tayvan bo'g'izida bir ish termoqchimi? Bu tarafga bizga qarang'u vatandoshi. Urushga tayyorlik qilish va jamiyat amalligini kapolatga qilishni ta'kidladi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Shimoliy harbiy rayonning qo'mondonlik qilish doirasi Jungoning shimolidagi 3 o'lkani o'z ichiga oldi. Xelinjang, Jilin degandek o'lkalarni o'z ichiga oldi. Amaliyotda bu bizning tilimizda Jungoning tilida shimoli, Jungo, sharqiy shimol. Bizning tilimizda Manjuriya vatandosh. Shandong va ishki Mongoliya qatorliq rayonlarni o'z ichiga oladi, harbiy rayon. Bu rayonning urush qilish nishon doirasi eng muhimi Rossiyaga qaratilgan. Bunisi haq. Shimol, sharqiy shimol, bu yerga o'rlashtirilgan harbiy rayonning tiq uchi yoki nazorat va razvedka kuchi yoki taqobil turish kuchi va tayyorligi deganda, mayli yomon do'st bo'lsin, mayli yaxshi do'st bo'lsin, bu Rossiyaga qaratilgan vatandosh. Xuddi shunga o'xshash, masalan, bizning mustamlik Uyg'uristonning 50 o'lkasi, Könes noyasi, Narat yayligi atrofidan Qarang'otong yoshida Qorabug'ra deydigan rayonlar va tog'liq rayonlardimi Xitoylarning harbiy rayoni va bu harbiy rayonda o'rlashtirilgan qurol yarog' va nishon obyektidan aytgan butun O'rta Osiyo qaratilgan vatandosh. Demek o taraf mı O'rta Osiyo aynı çağda Rossiyaning hukmronligida O'rta Osiyo. Bu taraf Shimoliy harbiy rayon, endi bu harbiy rayon bevosita Rossiyaga qaratilgan desa, bu endi to'g'ri. Chunki Jungoning maqsadi shu, shundoq o'rinlashtirganda, bu yer nima deydi ana, eng muhim Rossiyaga qaratilgan. Xi Jinping Jungoning Chag'on bayrami arifasida urush tayyorligini kuchaytirishni ta'kidlaganda ko'rsatgan nishon Jungo-Rossiya munosabatining har qanday vaqt ichida o'zgarish yuz berishidan bergan bishorat edi. Nima bo'ldi vatandosh? Tunugun so'zildiq temir yo'lni.
O hakikaten dikkat kılışqa arzuydigan şu vaziyet nokta nazarda temir yol meselesi mesela Şimali Linya Avrupa, Janubi Linya Avrupa, Şimali Linya Avrupa, Rusya menfaatler buludu. Şimali Linya'nı taşlayıp Janubi Linya'ya ötüdüğün bolsan bir yerde İran'ı bu. Degan devletler bahriman buldu. Çünkü Kompartiyası neymiş ki bu mecburiyette kaldın dedik tünüge vatandaş şundak mı ya? Bugün bu nişan Rusya bilen çünkü oturuşki münasibetlerde bir özgürlük yüz biliştin berilgen bişaret idiydi. Hatta Xi Jinping'in bişareti iki taraf oturuş tokunuş yüz biliştin ses kalkmaydı bana hem. Xi Jinping'in bişaretide körsetken bişaretide Rusya çünkü oturuşu tokunuş yani her bir tokunuş yüz biliştin mi saklanğılı olmaydı ya kaçqılı olmaydı degендek. Muşundak bişareti biri vatıdı Xi Jinping'deydi vatandaş. Birinci ayının 24. günü çünkü Kompartiya katı başı Reis Xi Jinping şimali kısım her bir ayın organlarını közden köçürgende ekran arkalık Cenubi taraf her bir ayın Quruqluq armiya ma'lum brigadının vazife icra qilish tarmaqatirdi. Sharq harbiy rayon Deniz armiyasi qirg'oqli raketa ma'lum polkning dejorni atirdi. O'tir harbiy qism rayon havo armiyasi yerdan havoga qo'yib berilgan raketa brigadasi. Harbiy alem boshliq qismlari ma'lum razvet signal punkti qatorliq organlar va mushu organlarda turishliq harbiy ofitserlar bilan telefonda so'zlashdi deydi. Bu bir safarbarlikmi qanday vatandosh? Qanday ish bu? Xi Jinping so'zida mundaq ta'kidladi. Bahar bayramı yetib kelishga ergishib, bütün armiya urush tayyorligini navbatchiligini kuchaytirish lozim. Har qanday tuyuqsiz yuz bergan ahvollarni vaqtida unumli bir taraf qilishi kerak. Davlatning bexatarligi va jamiyatning muqimligini kapolatga qilish lozim. Bu boshda aytdik-ku, boshdagi gap. Tekrar bu yodlab olgan jumladan ochiq oshkora uchurlar ko'rsatdik va yakka Jungo Kompartiyasi deydi Chimpokong. Xi Jinping'in Şimali harbiy rayoni ko'zdan ko'chirib o'tirib qo'ygan talablari oshkorlab berdiki, Jungo bilan Rossiyaning munosabatida o'zgarish yuz berishi mumkin. Bilasizlar, obzorchi Chimpokong men davomli misol naql olaman buni so'zlardan bugun shu Chimpokong ham shunday fikr bayon qildi vatandosh. Jungo bilan Rossiyaning munosabatida o'zgarish yuz berishi mumkin. Hatto ikki davlat o'rtasida to'qinish yuz berishi mumkin. Chimpokong da'vat o'tadi. Bugun men sizlarga kechalab shunday bir xabarda masalan hozir Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump birinchi ayning 20 kuni vazifa o'tadi, yoki vazifa o'tadi emas, murosim o'tkazib vazifaga o'ltirdi, so'raga kirdi. Şu gün değil, savlığanda böyle 27 olsun, 7 gün değil. Bulmağanda 5 gün işte de oturup koygan siyasetler, memuri buyruklar, kaplaş derdisi Latin Amerikası, Şvitsariya Davos iktisat munbiri, Jungo Tamojni Beci, Otur Şark, bu şu kadar bütün dünya doğrusu da, dünya bankaları, Dünya banka, devletlerinin banka, merkezi bankaları, hatta ham nefretinin bağısını düşürüş, Saudi Arabistan yetakçiligidagi OPEC teşkilatıga hammasiga chaqiriq e'lon qilib, shunday xalqaro vaziyat to'g'ri so'zlagan so'zlarning bir bayoni edi. Bugun kelgini buni mavzusini bugun aytib beray. Bugun buni men sizlarga yetkazmayman, xabarni yetkazdim. Ammo shuni bir muhokama qilaylik. Yana shuning munosabatli xabarlar bor buning ichida. Mavzu nima deyseniz, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump vazifaga o'ltirib bir hafta ichida bütün ot kuchini ishqilib Jungo Kompartiyasiga har tarafdan zarba berdi. At ko'rishaylik. Assalomu alaykum. So'z davlatasiz? Mehmonlar kirib qoldi, kechiringlar vatandoshlar.